Green card yutgan odam qilish kerak bo'ladigan 5 ta qadam. Birinchisi, G860-formani to'ldirish. Bu AQSh elchixonasiga yuboriladigan ariza bo'lib, sizni immigratsion intervyuingiz uchun asos bo'ladi. Hujjatlarni tayyorlash, tug'ilganlik haqida guvohnoma, nikoh haqida guvohnoma, ajrashgan haqida guvohnoma, diplom va boshqa hamma kerakli hujjatlarni originalini va sizlarga kichkina bonus maslahat skennerdan o'tkazib, hammasini kopiyasini e-mailingizga yuborib qo'yish. Uchinchisi, faqatgina elchixona tomonidan belgilangan klinikada tibbiy ko'rikdan o'tish. To'rtinchisi, intervyuga tayyor bo'lish. Intervyu AQSh elchixonasida bo'lib o'tadi va intervyu vaqtida hamma Green Card anketasiga yozgan savollaringiz sizdan qaytadan so'ralishi mumkin va yolg'on gapirgan paytingiz siz avtomat tarzda отказ olishingiz mumkin. Beshinchisi va eng muhimi bu viza olish va AQSh territoriyasiga kirish. Viza olgan paytingiz sizni qo'lingizga sealed immigrant packet beriladi, ya'ni pechatlangan konvert. Buni faqatgina Amerikaga kirayotganingizda aeroportda chegarada turadigan immigratsion ofitser ochadi. Siz uni ochishga yoki ko'rishga haqqingiz yo'q.